Assalomu alaykum hurmatli aziz yuksalish uskanalarining ashaddiy muxlislari. Mana biz xudo xolisa Andijonda mebel bozoridamiz. Inshaalloh xudo xohlasa bu joyda mebellarni to'liq sizlarga obzorini qilib boramiz. Xudo xolisa ekran tagida telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Joylarga joylashilgan holatda xudo xohlasa manfaatli video bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli aziz yuksalish uskanalarining ashaddiy muxlislari. Mana juda chiroyli holatda mana mebellarimizni xudo xolisa ko'rsatib boramiz. Kimga yoqqan bo'lsa like, podpiska, obuna bo'lishni unutmaymiz. Xudo xolisa bemalol ekran tagida turgan nomerlarga aloqaga chiqsanglar mumkin. To'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar xudo xohlasa. Ustalarimiz juda chiroyli holatda ishlagan. Bular avtomobilning lakraska NDF krashimli bo'lgan. Bularimiz esa akrildan bo'lgan. Xudo xolisa ustalar o'zi shu yerda turibdi. Bozorimiz juda katta. Inshaalloh xudo xohlasa aytgan fasoninglarda, aytgan holatinglarda tayyorlab berishaveradi. Aytgan ranginglarda chiqarib beraveradi. Xohlasangiz NDF krashimli, xohlasangiz akril, bu tarafda xohlasangiz plafonli fasonlar. Bozorda o'zida turibmiz. Xudo xohlasa juda chiroyli holatda. Bozorimizda juda chiroyli ishlarimiz bor. Mana qo'llab-quvvatlashdi. Davom etasizlar. Inshaalloh mana mo'ykalari, qo'shiqlari hammasi xudo xohlasa juda chiroyli holatda bo'lgan. Aytilgan ranginglar, aytilgan fasoninglar, aytilgan sumbeylar xudo xolisa juda chiroyli holatda bo'ladi. Mana bu ishimiz ham bor. Mana juda chiroyli holatda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana duxovkalarmi, gaz, vitichka, qoshiq, mo'yka, smestitillari, dozatorlari hamma yo'g'i bor. Xudo xolisa ish o'zi kачествоsi, sifati juda chiroyli holatda. Sizlarga juda ham chiroyli qo'llab-quvvatlaydigan holatda. Inshaalloh. Xohlasangiz bu mana plafonli fason. Kimga yoqqan bo'lsa, albatta qo'llab-quvvatlab kommentariyaga o'z fikringizni bildirib qoling, qayerda xato bo'lsa. Endi bularni summasiga keladigan bo'lsak, summasi mana shularimizni mana 1 pagana metri, mana 1 pagana metr deganda bu joydan bu joygacha 1 bo'ladi, balandligi 225 sm bo'ladi. Shunda 1 pagana metr hisoblanadi. 1 pagana metrini 2 million 200 ming so'mdan bo'ladi mana shuni. İçinde bo'ladigan mo'yka, smestitel, sushulkasi. Xo'p, endi bu high-tech fasonimizniki bo'ladigan bo'lsa, bu high-tech fasonimiz ham 1 pagana metr hisoblanadi. Bu yerda bu joygacha 1 metr, bo'yni balandligi esa, xo'p mana balandligini ko'ryapsizlar, 260 sm bo'ladi yerda. Xo'p, ichida mo'ykasi, smestitel va bu joyda sushulkasi ham bor. Bir pagana metr hisoblanadi. Shuni 1 pagana metrini mana 3 million so'mdan tayyorlaymiz. Ichida mo'yka, smestitel, sushulka, orqada granit ham bor. Bu ham ichida bo'ladi va olib borib o'rnatish bo'ladi. 5 metrdan oshiq zakaz qilgan insonga pichoq nabor zakaz podarka bo'ladi. Qo'llab-quvvatlashda davom etasiz. Xudo xolisa biz bozordamiz, Opton olamidamiz. Hamma xudo xolisa ko'p mana inshaalloh bozordamiz.